Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan xorijda yashayotgan o'zbeklar doimiy qo'llab-quvvatlanib kelinadi. Shuningdek, ular o'rtasida milliy qadriyatlar va an'analarimizni asrab-avaylash, urf-odatlarimizni targ'ib etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, dunyoning nufuzli oliygohlarida tahsil olayotgan, shuningdek, yirik va mashhur kompaniyalarda faoliyat yuritayotgan yosh vatandoshlarimizning tashabbus va g'oyalari qo'llab-quvvatlanmoqda. Dunyoning 20 ga yaqin mamlakatlarda o'qib istiqomat qilayotgan yosh vatandoshlar uchun tashkil etilgan yoshlar forumi doirasida yangi loyihalar taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Ularning o'zlari tug'ilib o'sgan vatan ravnaqi uchun amalga oshirmoqchi bo'lgan aniq maqsadlari borligi quvonarli hol. Loyihamizning nomi Shifo vatandosh. Bu loyihamiz asosiy maqsadi xorijda tibbiyot sohasida mehnat qilayotgan doktor vatandoshlarimizni va o'zbekistonlik bemorlarni bitta platformada birlashtirish. Ya'ni qanaqa tartibda doktorlarimiz ro'yxatdan o'tib platformada bemorlarimizga o'zini mutaxassislik tomonidan yordamini beradi. Ya'ni bemorlarda qanaqadir savol bo'lsa, video orqali, telefon orqali qilgan holatda o'z savollariga va o'z muammolariga yechim topishi mumkin bo'ladi. Bu loyihalar turizm, ta'lim, iqtisodiyot va boshqa ijtimoiy yo'nalishlarda bo'lib, har qanday yangi tashabbuslar vatandoshlar jamoat fondi tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. O'zbekistondagi talabalarimiz chet elda PhD yo'qlashni juda ham xohlashadi, lekin ular qanaqa qilib PhD ga topshirish, qanaqa qilib motivatsion xatlar yozishni bilishmaydi. Vaholanki mana shunaqa professorlarimiz taniyman chetda. Ular Yevropa ittifoqidan millionlarcha PhD sohasini rivojlantirish uchun moliyaviy yordam olishadi. Mana shu professorlarimizni O'zbekistonga taklif qilib va PhD ga topshirmoqchi bo'lgan talabalarimizni birgalikda workshoplar orqali talabalar va professorlarni bog'lash. Bir platforma o'rnatgan holatda, yaratgan holatda butun dunyodagi o'zbek olimlar, ilmiy izlanishdagi bo'lgan olimlarni o'sha networking orqali, platforma orqali bir bilan bog'lash va ilmiy maqolalarni bir-birlari bilan ulashish va buni global reytingga chiqarish mavzusida takliflar berdik. Information share, ya'ni ma'lumot ulashish sifatida va O'zbekiston olimlarining reytingini ham dunyo miqyosida ko'tarishga ham bu juda katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Mana bir necha yildirki, vatandoshlar jamoat fondi tomonidan xorijdagi vatandoshlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazib kelinmoqda. Forumda ishtirok etgan yosh vatandoshlar ham o'zlarining aql zakovatlarini yana bir bor chig'iriqdan o'tkazishdi. Forum ishtirokchilari yangi O'zbekistonning eng muhim madaniy loyihalaridan biri sifatida e'tirof etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazini katta qiziqish bilan tomosha qilishdi. Binoning har bir chizig'ida Temuriylar davri me'moriy an'analari zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgani hech bir sayyohni bee'tibor qoldirmaydi. Mana biz Yevropada har xil muzeylar ko'rganmiz. To'g'risini aytsam, bu muzey Yevropadagi muzeylar bilan bemalol raqobat qila oladi va ulardan ham ortiq deya olaman. Ekspozitsiyaning markazida 7-asrga oid Usmon Qur'oni joylashgan bo'lib, u UNESCOning Jahon xotirasi reyestriga kiritilgan noyob muqaddas yodgorlik hisoblanadi. Islom sivilizatsiyasi markazida joylashtirilgan buyuk ajdodlarimiz qoldirgan bugungi davrimizning eng zamonaviy yoshlariga bunday sayohat o'ziga xos motivatsiya bergan bo'lsa ajabmas. Ruxsora G'afurova, Davron Mirahmedov, Hudud informatsion dasturi uchun.